Yurtimizda ta'lim sohasini rivojlantirish va zamonaviy, raqobatga qobil avlodni tarbiyalash maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlar joylarda, ayniqsa umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'z samarasini ko'rsatmoqda. Chortoq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 50-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ham ushbu islohotlarning aniq namunasi bo'lib xizmat qilmoqda. Maktabimizning avvalgi holati hozirgi darajada yetarli emas edi. Bugungi kunga kelib, yurtboshimizni ta'limga bergan e'tiborlari tufayli maktabimiz ham zamonaviy maktablar qatoriga kirdi. 1964-yilda tashkil etilgan mazkur ta'lim muassasasi o'z faoliyati davomida ko'plab avlodlarga ma'rifat va tarbiya bergan. So'nggi yillarda ta'lim infratuzilmasini takomillashtirishga qaratilgan davlat dasturlari asosida maktabda katta hajmdagi yangilanish ishlari amalga oshirildi. 2021-23-yillarda O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish loyihasi doirasida yangi 330 o'rinli o'quv korpusi qurildi va mavjud binolar modernizatsiya qilindi. Bu yangi qurib bitkazilgan maktabdan biz o'quvchilar hamda ota-onalar davlatimiz rahbari prezidentimizdan minnatdormiz. Dars jarayonlarida faqat bilim berish emas, balki o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanib, o'z bilim va mahoratlarini muntazam ravishda oshirishga intilishmoqda. Bugungi kunda yurtboshimiz yaratib bergan imkoniyatlar natijasida va jamoamizni qo'llab-quvvatlashi sababli ko'plab yutuqlarga erishdim. Qisqa vaqt ichida oliy toifa oldim hamda xalqaro darajadagi C1 sertifikat olib, bugungi kunda 10 million atrofida oylik olib ishlamoqdaman. Shuningdek, maktabda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, ijodiy uchrashuvlar va vatanparvarlik darslari muntazam ravishda tashkil etilib, ular o'quvchilarda vatanga muhabbat, milliy g'urur va fidoyilik tuyg'ularini shakllantirishga yordam beradi. Bu islohotlar o'z samarasini bermoqda. Maktab o'quvchilari so'nggi yillarda olimpiadalarda, sport musobaqalarida va turli tanlovlarda yuqori o'rinlarni egallagan. Ushbu muvaffaqiyatlar ta'limning sifatini va ta'lim jarayonidagi samaradorlikni oshirishga qaratilgan islohotlar natijasidir. Chortoq tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 50-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi davlat rahbarining ta'lim sohasidagi tashabbuslari samarasida zamonaviy ta'lim va tarbiya maskani sifatida faoliyat yuritmoqda. Yaratilgan sharoitlar fidoyi pedagoglarning mehnatlariga yuksak baho bo'lib, ularning kelajak avlodni tarbiyalashdagi vazifalarini sidqidildan bajarishlariga yangi rag'bat va ilhom baxsh etmoqda.